Yeni ideya erkeklerge has layihani barlık keltirdi. An'ana onu güzelleştirdi. İşenç ve mesuliyet vayet yetkizdi. Şunun bilen miras ortalık çıktı. Erkeklerin kimligi miras erler kiyimleri. Assalamu alaikum hürmetli televizyon kögüsüler, kadirli dostlar. Bilimlik, talantlik, esil fazilatlik, kamtar ustoz marhum Abdurahim Tilashov O'tkir apandi Uyg'ur hozirgi zamon adabiyoti va yangi davr Uyg'ur adabiyoti tarixida muhim o'rin tutadigan tövbekor adib va mas'uliyatchan tadqiqotchi. Biz O'tkir apandi tug'ilganligining 90 yilligini xotirlash munosabati bilan bir qism adib ziyolilarni, shundaqla uning oila taobatlarini bir yerga jam qilib, adib tadqiqotchi Abdurahim O'tkir degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Adabiyat San'atçılar Birleşmesining raisi, professor, doktor yetakchisi Azat Sultan. Şinjan Üniversitesi Filologiya İnstitutining sobiq mudiri, professor Arslan Abdulla Tahir. Qashqar Pedagogika Instituti Filologiya İnstitutining professori, adabiyot tadqiqotchisi Kerimjon Abdurahim. O'tkir apandi ko'p yozgan, yaxshi yozgan, o'zining odimligi bilan ulgu ko'rsatgan bir olimkanda. O'tkir apandim nəhayət kichik, kamtar, xushchaqchaq, o'zini tutqib bir adam ki. O'tkir apandining eng cho'ng bir töhfisi shu Uyg'ur adabiyotida adabiy janr turlarini ko'p xillashtirishga qo'shgan töhfisi. Endi Azatka, sizning shu Abdurahim O'tkir apandininki asarlari bilan tanishish va uni bir tema sifatida qalamga ilish jarayoningiz qachondan boshlangan? Abdurahim O'tkir apandi bilan men tajriba o'ttirib maktab shu vaqtda men muallimdim bunishgan. Bu maktab kelsam O'tkir apandi yog'ochxonada ishlaydigan yog'ochchikan. Bu mujoxonaga ishimiz bo'lsin kirgandiki uni buni so'raymiz, shuning bilan bir mahal söhbət olub getirdi, ilmi söhbətlər. Tarixdən, özümüzün zürtüdən, çətəllərdən, klassiklərdən cıq misallarını dəbbəyən şu vaxtlarda. O'tkir apandim şu vaxtlarda üstülə, dəbdədə qısıysa, qızlara vaxtı küçüş, G'arib sayohat degan əsərlərinin qısqacha məzmunlarını şu vaxtlarda deytdendi. Şu vaxtlarda biz bu bizning yog'ochchi akimizga nihoyat bir hurmat bilan cho'qinib ketgandik. 11. qatın 3. umum yig'indan keyin islohot etish siyosati, yaxshi siyosatlar amillashgan vaqtda O'tkir apandi, ya'ni ko'milib qolgan bu bir parcha oltin valladi paqrab, anandan keyin fursatni shundoq chim tutib, oqidan yaxshi asarlarni yozdi. Men endi eng dastlabdagi ijtimoiy fanlar tadqiqot turi bo'yicha bir tema olgan, shu bugungi zamon adabiyoti haqida bir tadqiq qiladigan bir tema. Buni yozib O'tkir apandimning ijodiyatlari haqida tabiiylan to'xtaldim. 93-yili 8-oylarda Avtonom rayonluq siyosiy kengash O'tkir apandimning tug'ilganligining 70 yilligi, ijodiyatga kirishganligining 55 yilligi munosabati bilan bir nihoyat bir katta ilmiy kengash o'tkazdi. Men shu yig'inda Abdurahim O'tkirning proz ijodiyati to'g'risida degan maqolamni o'qidim. Bu endi mening O'tkir apandi haqidagi tadqiqotimning boshlanishi. Undan keyin men bu maqolani kengaytirib, poeziyadagi ijodiyatlarini qo'shib, bir bob qilib, Uyg'ur bugungi zamon adabiyoti to'g'risida degan kitobimga kirgizdim. Bu kitob keyin mamlakatlik mukofotga Avtonom rayon darajalik ilmiy tadqiqot mukofotlariga erishdi. Mening esimda shundoq turibdi, shu muhokama yig'inida bizning Avtonom rayonimizdagi bo'lib Urumchidagi ziyolilarning mutlaq ko'pchiligi yig'ilib ekan. Endi shu vaqtdagi ilm ahlining bunda bir ikki narsani dedimi esimda turdi. Birisi bizning Uyg'urlar bilimli ziyolilarni
hurmatlaydigan odamlarni apandi deb ataydi. Masalan, Sayfiddin apandim, Ahmad apandim, lekin bizning bir badiiy obrazimiz dunyoviy Nasriddin apandim degandek, O'tkir apandim deb. Nurg'un mo'minlarni ham apandim deb qo'ydi, lekin ismiga apandim deganni kirgizib yotgan shu butun kishilar tarafidan iste'mol qilinib kelgan odamlar ko'p emas ekan. Yana birisi bizning yozuvchilarimiz hammasi degidek adabiy taxalluslarni ishlatib ekan. Lekin bu taxalluslar keyin asta-asta qilib qoladi ekan. Lekin O'tkir apandimning bu adabiy taxallusi shu xuddi azan chaqirib qo'yib qo'ygan ismdek singib ketgan ekan. Ba'zilar odamning ismi O'tkir emasmi deb so'raydiganlar bor. Demak, O'tkir apandi ko'p yozgan, yaxshi yozgan, o'zining odimiyligi bilan ulgu ko'rsatgan bir olim ekanda. Shuning uchun bizning shu vaqtdagi ziyolilarimiz mushu ikki nuqtani alohida eskartib ekan. Endi Arslanka, siz mushu O'tkir apandim hayot chig'ida ko'p qitim muңdishib ekansiz, ilmiy suhbatlarda bo'lib ekansiz, ilmiy faoliyatlarga qatnashib ekansiz. Endi sizning nazaringizda Abdurahim O'tkir apandi zodi qanday odam? Uning kishilik fazilatlari haqida bir so'zlab bersangiz. O'tkir apandimni tunji ko'rgan vaqtim 1969 yılғы deyman. O'tkir apandim endi meniki dadam marhum Abdulla Ahmediy bilan birodarchilik qilishlardi ekan. Shu vaqtda Qumulga kelibdi ekan. Kelgandan keyin mening dadam shu meni agashtirib borgan. Azat deganda O'tkir apandimni tunji to'nigan vaqtimda men qandaqdir odamni bir olim, shoir degan salohiyati bilan nihoyatda usta yog'ochchi degan shu salohiyati bilan to'nigan. Keyin andin biz shu ilmiy ishlar, o'rganish, to'g'riliq bu odamdan jiq bir narsalarni o'rgandik, bilish kelishimiz quyuq bo'ldi. Nurg'un ilmiy muhokama yig'inlarida bo'ldik. Shu jarayonda meniki his qilganim oldi bilan bu O'tkir apandim nihoyat kichik bir kamtar, xushchaqchaq, o'zini tutgan shunday bir odam ekan. Masalan, shu Şinjan universitetida o'quvchilarningki mushoira yig'inlari, ba'zi muhokamalar bo'ldi sinfda. Endi O'tkir apandidek shunday bir cho'ng, dangliq olim, shoir, yozuvchini taklif qilsa, bu odam har gün erini asharlar keladi. Yana birisi O'tkir apandimningki kishilik fazilatida shu har gün yurtvozlik qilmagan odam. Yurtvozlik intayin qarshi turgan. Bu fazilati o'ziniki yozgan ba'zi she'rlardan ifodalanadi. Yana bir samda ilmiy tadqiqotda endi o'zining mijozini aytdi, to'xtun, eg'ir besiq bo'lg'achqa hamma masalaga ilmiy qaraydi. Ilmiy muomala qilgan shunday bir odam. Uning ustiga yana birisi intayin umidvor, g'ururlik yashagan odam ekan. Endi Kerimjon apandim, bilishimcha siz mushu O'tkir apandim asarlarini tadqiq qilib o'tibsiz. O'tkir apandimningki she'r, doston ijodiyatida qo'l keltirgan gavdalik natijalari qaysi jihatlarda deb qaraysiz? Endi O'tkir apandimning eng cho'ng bir to'pisi shu Uyg'ur adabiyotida adabiy janr turlarini ko'p qo'llashtirishga qo'shgan to'pisi. Proza, she'riyat, drama, nasr qatorliq 4 janrning hammasida qalam tavratgan, hammasida asar yozgan. Ya'ni kelib shu janrlarning hammasida eng yaxshi asarlarni yozgan. O'tkir apandimning ijodiyati oldingi asrning 30-40 yillarda boshlanib asarlari matbuot yuz ko'rishga boshlagan. Tunji ijodga kirishgan mezgillarda shu mezgillardagi Uyg'ur adabiyotida cho'ng ta'sir qo'zg'agan. 40-yillarning oxiriga kelgan chog'da bir mezgilda Tarım bo'ylari, yurak muңlari qatorliq mushu kitoblari, she'r to'plamlari, nasr to'plamlari nashr qilingan. Shu 40-yillardagi Uyg'ur adabiyotiga shu chog'dagi matbuot sharoiti qo'yib qo'ygan chog'da shu ikki she'rlar to'plami, nasrlar to'plami maydonga kelishi va bumi Uyg'ur adabiyotidagi cho'ng hadisa. Men Tarım bo'ylari degan kitobini shu ko'rib baqdim, u kitobning bosh qismiga nashriyat so'zi berilibdi ekan. Shu 40-yillarning oxiridagi ishlarda bu shu nashriyat so'zida O'tkir apandimning shu ijodiyatining shu mezgillardagi Uyg'ur adabiyotida qanchalik muhim o'rin tutilganligini shu chog'da muayyanlashtiribdi ekan. Endi izchil turda she'riyat ijodiyati bilan shug'ullandi. 40-yillarda hammamiz bildigan, odam qalbini hayajonga soladigan ko'plagan munavvar she'rlarni, masalan, Bo'shik Alliye, Janub Xat, Tamaki Bayon, Tang ziyasi yo'qmidi,
Qatarlıq şundaq bir türkiyonuna ait isil şeirlarını yazdı. Şundan bir vaqt yana ijadiyatının şundaqla Uyğur edebiyatının ait yuqur bir pallisi vekillik qıldıgan Qashqar keçisi dastanını şu mezgillerde yazdı. Endi Uyğur edebiyatının bugünkü zaman mezgilida, taxminan 30 yıllık dastlabki mezgilida hamimiz bilamiz ijadiyatlar ancha cho'ng muvaffaqiyatlarga erishmadi. Ammo Ötkür Efendi hamimiz ait yaxshi ko'rib suyib o'qiydigan, masalan, iz qatorliq she'rlarni yezib, yanla hayotga bo'lgan bir xil umidvorligini izchil turda ifodalab keldi. Endi men yana davr edebiyot bosqichi kelgan chog'da ijodiyatda taximo, bo'lib she'riyat ijodiy taximo zo'r muvaffaqiyatlarga erishib, masalan, Ulug'on Aqi Cho'chak, Gül ve Azgan qatorliq asarlardan boshqana Ömür Akın Muhammed qatorliq ko'plagan she'rlarni yozdi. Endi yana bir jihatdan Ötkür Efendi yolg'iz ijtimoiy masalalarga davr yolg'iz ko'ngil bo'lib qolmasdan hayot haqida nihoyatda cho'nqur fikrlarni o'tirib qo'ygan bir mutafakkur shoir. Endi undan boshqa masalan Ötkür Efendi jihatda shug'ullangan shu mezgillarda ko'pincha shoirlar shu davrning bir umumiy adabiyot hodisasi bu. Mazmun ifodalashga pek ahamiyat berib bir devaldigan gaplarni shunla mo'yin bilib she'riyatning badiiylik omillariga asal qaraydigan shunday xohish nisbatan umumiy ahvol. Ammo Ötkür Efendining ijodiyatida bundoq ahvollar bekarlik emas. Ötkür Efendi boy degandek yangi ijodiy fikrlarni, cho'nqur ideyalarni o'tirib qo'yib qolmasdan, balki yana she'riyatning har xil badiiy omillariga, bo'libmi til mahoratlariga intayin ahamiyat bergan. Bizning Uyg'ur romanchiligini men hamda shunday o'ylayman, dunyodagi tarixiy temada yozilayotgan eng yaxshi romanlar qatoriga ko'tardi. Ötkür Efendi'nin eserlerinde hazırki zaman Uygur tilideki sözler, Çağatay tilideki sözler ve bazı kadim Uygur tili has sözlerini uçuraydı. Demek bu adam rap terkibiga intayin bay. 90'ların başlarında Ötkür Efendi'nin Edebi Miraslar hakkında degan bir kitapga tayyorlik qildim. Bu kitap 97-yili Qashqar Uygur Nashriyat tarafidan qilindi. Endi Azat efendim, endi siz şu Ötkür Efendi'ninki tarihi romançılığımız koşkan nöbetki töhfesi hakkında bir iki kelime baha veriyorsunuz. Endi romançılık kelsak Ötkür Efendi'nin Iz degan romanı 1985 yıl neşr qilindi. Bu romanın neşr qilinishi şu vaqtida bu edebiyat sahasidan halqib ketgan bir cho'ng bir ahvol bo'ldi, cho'ng ish bo'ldi. Nurg'un odam bu eserini o'qidi, nihoyat xushal bo'lishdi. Chunki bu roman Uyg'ur romanchiligining konkret qilib aytgan chog'da tarixiy romanchiligini alayda bir sahif ochdi. Ham bizning Uyg'ur romanchiligini men hamda shunday o'ylayman, dunyodagi tarixiy temada yozilayotgan eng yaxshi romanlar qatoriga ko'tardi. Undan keyin Uyg'ongan zimin, asli Ötkür Efendi buni bir trilogiya qilib 3 bölümde kitap yazmoqchi edi. Biroq salomatlik tufaylidan 2 qism qilib yozib qoldi. Uyg'ongan ziminning birinchi qismi 88-yili, ikkinchi qismi 94-yili nashr qilindi. Ötkür Efendi 95-yili qazo qildi. Endi bunda kitaplarni hammani qo'yib turib qarasak, qurulma jihatini aytgan chog'da bu 3 kitap ayrim kitaplarda turg'ini bilan amaliyotda shu bir voqeaga, bir temadagi asarlar. Çünkü o bir bütünlük ega. Muşundaq bir xil ideyi tendensiyadan, muşundaq bir kenglik, muşundaq qurulmadan bulup mu? Aş eserlerde ifadelayotgan bir tarihi haqiqatdan biz Ötkür Efendi özünün planıga yetdi, özü mo'ljallagan estetik qimmatni yaratdi deb bunda qaraymiz. Uni anaqakin bir obrazlarga aylantirgan. Faqat iz romanini oldigan bo'lsak, iz romanda ismi bor, xarakter ro'shan, yoritılgan obrazlar, personajlar obrazi 70 ga yetadi ekan. Voqelikning mazmunining ehtiyoji bilan 60 necha yondosh personajlar qistirılgan endi. 140-150 personajlar obrazi mush iz romanda. Endi mush mazmunni yoritishda bu san'atning qonuniyati bo'yicha bartaraf qilishni o'ylaydi. Nimani tanlagan? Bu tragediyani tanlagan. Lushin Efendi tragediya haqida aytgandek, qadr qimmatli narsalarni par qilib kishilarga ko'z tutish bu tragediya. Deganidek, mushundaq ulug', mushundaq botur, mushundaq xalqchil mush shaxsiylarning obrazini yuksaklikka ko'targan. Endi mushu qahramonlar asarda shundaq boturliklarni ko'z tutadi. Oxirida Dashti bayovonda qabrsiz holatda tashlanadi. Buningdan
biz ilqa Lushin efendimning aytgan qadr qimmatli narsalarni par qilib ko'rsatish degan mushu tragediya haqida bergan bahosining kitobda nihoyatda konkret ifodalanganligini ko'ramiz. Shuning bilan bizning qalbimizda bir nihoyatda bir kuchli bir ta'sir paydo qildi. Mana bu shu bir estetik qimmat. Biz mushuningdan zo'qlanamiz. Shuning uchun bu asar o'lmaydi. Endi Arslanka, endi siz bir tilshunos bo'lib chiqdingiz bilan O'tkir apandim asarlarining til aloyligi haqida bir qisqacha to'xtalib o'tsangiz. O'tkir apandim yetuk bir til ustasi edi. Menimki O'tkir apandimni yetuk bir til ustasi deyishimdagi sabab bundaq bir qancha etdi. Biz O'tkir apandimning asarlariga qarasak, oldi bilan O'tkir apandimning mushu söz baylig'ininki nihoyat mukammal keng doiralik ekanligini his qilamiz. Demak bu odam lug'at tarkibiga intayin boy, shundoq tiliq boy bir odam. Ikkinchi bir narsa, O'tkir apandim til ishlatishga nihoyat moyil. Endi buni biz qanday ifodalaymiz degan vaqtida, masalan, so'z ishlatishninki 4 xil prinsipi, 4 xil talab bor. Mushu narsalarga nihoyat astoydil amal qilgan odam. Masalan, O'tkir apandimninki romanlarida yerlik shiv so'zlar uchraydi. O'tkir apandim bu yerlik so'zlarni ishlatgan vaqtda asosan o'sha personajlarninki til aloyligini ifodalash, asarninki yerlik turg'ini kuchaytirish, shuningdek ba'zi tasvirlarninki texmi aniq, inchik bo'lishini nazarda tutib ishlatgan. Alloh kim qadimgi so'zlar uchraydi. Qadimgi so'zlarni maqsad muddoliq ishlatgan. Endi bu söz işletish nihoyat yuqori mahorat talab qiladigan narsa. Chunki bu har bir so'zninki o'ziga xos aloyillik bo'ldi. Mushu so'zninki tus ma'nolariga qarab turib, so'z mushu kontekstga, mushu obyektga to'g'ri kelamdi ekanmamdi. Mushu joyda ishlatsam bo'lmamdi degan narsani o'ylamasak bo'lmaydi. O'tkir apandimning asarlarida bunday ahvol yo'q. Bu ikkinchi bir aloyillik. Yana bir eng zo'r aloyilligi bu O'tkir apandim mushu klassik she'riyatdagi badiiy vositalarga nihoyat puxta ham o'zining asarlarida keng doirada ishlatgan edi. Bizningki Çağatay edebiyatida umumyüzlük qo'llanilgan ba'zi badiiy vositalarni O'tkir apandim nihoyat obdan o'zining asarlariga tatbiq qilgan. O'tkir apandimniki she'rlarida bo'lsin, romanlarida bo'lsin, ishlatilgan so'zlarni biz turlarga ayirib statistik qilsak, bu O'tkir apandimniki ifodalash uslubi nihoyat aniq bo'ladi. Endi bu ifodalash uslubi 7 kategoriya bo'yicha 14 turga ayrıldı. Endi mening qarashimcha O'tkir apandimniki aruz yazında klassik she'r shakllarda yozgan she'rlarninki tili nafslik ifodalangan. Endi barmoq o'zida yozgan va romanlarninki tilida amma batıq ifodalangan. Endi Kerimci efendim, siz bir tanılgan edebiyat tadqiqatçısı bo'lib sifatingiz bilan O'tkir apandimning hayotiga, asarlariga bag'ishlangan vakil xarakterlik tadqiqot mevzularingizdan bir sanab o'tsiniz. Endi hamimiz bilamiz, 1980-yillarning boshlarida bizning Uyg'ur adabiyotidagi eng katta asarlar bo'lgan Turk tilli divani, Qutatqu bilik qatorliq asarlar nashr qilindi. Bu asarlarning avtorlari Qashqarga munosabat bo'lganligi uchun Qashqarda bir qator ilmiy faoliyatlar elib berildi. Bunun 80-yillarning boshlarida O'tkir apandilar Qashqarda nihoyat uzun turdi. Ular yana bizning maktablarga kelib, u yerda ilmiy dokladlarni berdi. Mushu ishlar meningki O'tkir apandining tunji qatim ko'rishim va O'tkir apandining ijodiyatiga qiziqishimga bir turtki bo'ldi. 90-yillarning boshlarida Qarmayda Uyg'ur romanchilik haqidagi bir muhokama yig'ini bo'ldi. Men shu muhokama yig'iniga O'tkir apandi romanlarining aloyidligi deb bir maqola olib berib, shu yig'inda shu maqolani o'qidim. Mening O'tkir apandi haqidagi eng dastlabki tadqiqotim shu bo'ldi. Men shuningdan keyin O'tkir apandining asarlarini maxsus o'rganib tadqiq qilib, 90-yillarning boshlarida O'tkir apandining adabiy miroslari haqida degan bir kitobga tayyorlik qildim. Bu kitob 97-yili Qashqar Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilindi. Men endi shu kitobni yozishning oldikenda O'tkir apandining hayoti haqida, ijodiyatlari haqida, ijodiyatning aloyidligi haqida, ilmiy tadqiqot faoliyatlari haqida, u uchirgan adabiy ta'sirlar haqida ko'plagan maqolalarni yozdim.
Endi mening shu o'tkir apandagi tadqiqotimda endi sal yirikroq tilga olishga arziydigan asar shu 97-yili nashr qilingan O'tkir apandining adabiy miroslari degan shu kitob bo'ldi. O'tkir apandini o'rganadigan, uning qiziqadiganlarning O'tkir apandining hayoti, ijodiyati asarlarini o'rganishi, tadqiq qilishidagi bir muhim material bo'lib qoldi. O'tkir apandim o'z navbatida yetilgan bir tadqiqotchi olim edi. O'tkir apandining mayli ijodiyati haqida bo'lsin yoki konkret asarlari haqida bo'lsin, mamlakat ichi va sirtida nurg'un tadqiqotlar bo'lindi. O'tkir apandi olimlik bilan odimlikni, ulug'lik bilan oddiylikni mukammal birlik keltirgan bir ulgi. O'tkir apandim o'zining she'rlarida qandaqdir shaxsiy ahvollarni emas, balki insonning vujudidan o'tgan o'rtaq tuyg'ularni yozdi. O'tkir apandimningki ilmiy maqolalari xuddi bir bo'ziyani yangidan ochgandek, hech kim terpaqmagan joylarni tergandek, yep-yangi temalar bilan bizga intayin muhim bilimlarni qoldirdi. Uningda takrorlanish bo'lmadi. Shuna biz O'tkir apandimning izini bo'ylab menayotgan adiblar, asarlarini o'qiyotgan o'qirmanlar O'tkir apandimni so'zlab tugatgili bo'lmaydi. Bundan keyin yana so'zlash kerak deb qaraymiz. Abdurim O'tkir apandining qazoyi qadar yetib tugab ketdi degan so'zni anglagandan keyin men darhol qo'limga qalam elib Abdurim O'tkirning portretini chizib chiqdim. Abdurim O'tkirning obrazi bilan ko'z oldimdan ketmaydi. Bu kishida takabburlik degan narsa yo'q. Nat kang qo'saq, afuchan odam edi. Men O'tkir apandini men eslaydiganligimni, hargiz esimdan chiqarolmaydiganligimni aytmoqda. Hem bugün şu naq maydonga bizning ustozlarimiz mötəvər kişilər kelgandan sırt yana bir alayda mehmanimiz qatnashdi. U bo'lsa-mu bir yil 5 yosh kirgan Said. Saidni bu sahnaga taklif qilsak, O'tkir apandimning bir she'rini deklamatsiya qilib berma da'vatidir. Assalomu alaykum bulamlar, dadaşlar, paşlar. Mesleki Abdurrahim O'tkir buvamning she'rlarida o'qib beray. Nima degan qaltis, nima aynak degan. Kim yasab chiqqan bo'lg'ay dastlab uni so'ndirib tashlansin muar pardisi ko'rsatar narsaning dal aynini. Satno pardoz bilan qilmas go'zal, bir go'zalni sat qilib qo'ymaydi ham. Har kishi bo'lsa aynak kabi diglik shunda kishini chin odam. Nim degan xolis, nima aynak degan. Mangulik do'stlikqa cheksiz arzigay. Tutolmasa har kim bilib aynakni do'st, bo'lsinmi ming do'sti do'stim kam degay. Arslanka Abdurim O'tkir apandimninki she'r ijodiyatidan boshqa endi tarixiy romanchilik qo'shgan to'pisi bor. Uningdan sirt ilmiy emgaklarni alayda deb qarashga bo'ladi. Ham siz mush nuqtadan O'tkir apandimninki mush ilmiy emgaklar haqida bir to'xtalib o'tsangiz. O'tkir apandim o'z navbatida yana yetilgan bir tadqiqotchi olim edi. O'tkir apandimninki shu ilmiy tadqiqotni qo'l keltirgan utuqlarini men gavdalik bir qancha nuqtada. Oldi bilan O'tkir apandim shu 11-asrda dunyoga kelgan Turkiy tillar divanligi turk bilan shu Qutat qubilikni nashrga tayyorlash ishiga qatnashgan. Ham bundan aytdi zo'r to'p qo'shqardi. Bo'libmi Qutat qubilikni endi shu nazmiy yashmasini ishlashda O'tkir apandimning to'pisi aytdi zo'r. Ondan keyin O'tkir apandimninki shu Qutat qubilikka bag'ishlangan maxsus asari bor. O'tkir apandimninki shu hozirgi bugungi davr adabiyot haqida, adabiyotlarning o'zaro ta'siri haqida, ondan keyin qadimgi Uyg'ur adabiy tilining shakllanish va takomillanish jarayoni haqida
yer namları hakkında yazgan nurgun makaleleri var. Ötkür efendim endi yazgıcı, şair, alim buluş bilen birge bu bir nayeti yaxşı bir marifçi. Yani benim burada deyişimde Şinjan Üniversitesi'de iki karar şu Çağatay Tili kurs açıldı. Şu vakti de Ötkür efendim Şinjan Üniversitesi'ndeki tekniplik profesör salayeti bilen şu iki karar kurs ahırlaşıkçılık baştan ahır ders ötken vardı. Muşu jarayanda nurgun okuvchilarni terbiyeledi. Abdurul Ötkür efendim eserlerininki nöbette muşu otonom rayonumuz içi ve sırtıda tadqiq qilinish ahvoli hozir qandaq? Ötkür efendinin meyli ijodiyati haqida bo'lsin yoki konkret eserlari haqida bo'lsin memleket içi ve sırtıda ait nurgun tadqiqatlar bulundu. Şinjan'daki tadqiqat ahvalini elip aytgan bolsak 1940 yıllarda Ötkür efendinin eserleri hakkında takrizler yazılgan. Ben şu Ötkür efendi hakkında tadqiqatlarımda qarab baksam, umuman alganda Uyghur edebiyat hakkında tadqiqat elip bağlanlı ki tadqiqatçı tanqidchilarning hammasi degidek Ötkür efendinin ijodiyati hakkında tadqiqat elip beribdi. Endi Uyghur edebiyatida shu Ötkür efendigi tadqiqotiga doir ba'zi masalalarni xuloslagan chog'da bir qancha muhim turlar bo'lishi mumkin. Birisi Ötkür efendi haqidagi maxsus tadqiqot asarlari. Men baytlik qilib o'tgandek mesela Ötkür efendining adabiy miraslari degandek. Endi yana birisi Uyghur edebiyot tarixi bo'lib, shu hozirgi bugungi zamon adabiyoti haqidagi maxsus tadqiqot kitoblari andin darsliklarda Ötkür efendiga oid muhim bir edebiyat namoyandi sifatida tadqiq qilinib, yaxshi tadqiqot natijalari barliq keldi. Endi yana birisi bizning shu magistrlik, doktorlik o'qiydigan Uyg'ur o'quvchilarning ko'payishiga ergishib, Ötkür efendining ijodiyati haqida magistrlik, hatto doktorlik ilmiy maqolalar yozilib, Ötkür efendi haqidagi tadqiqotlar taxmo cho'nqurlashdi. Endi to'rtinchi bir xil ahvol, endi ko'plagan tanqidchilar, tadqiqotchilar Ötkür efendining ijodiyatining umumiy ahvoli, alayidliklari yoki bo'lmasa janrlari yoki konkret asarlar haqida ko'plagan tadqiqotlarni hozircha elib bordi. Azat efendim şu avtonom rayonumuz işçi sırtıda Ötkür efendim tadqiqotini cho'nqurlashtirishda yani qanday xizmatlarni qo'l tutib ishlash kerak deb qaraysiz? Ötkür efendi olimlik bilan odimlikni, ulug'lik bilan oddiylikni mükemmel birlik keltirgen bir ülge. Ötkür efendinin tadqiqotini cho'nqurlashtirish tarihi ahamiyatga ega emas, material qiymatli emas, onun real ahamiyati intayin zo'r. Abayı bizning mutaxassisimiz ko'p to'xtaldi bu vaqtda. Masalan, onun dunyo qarshi, hayot qarshi, irodasi, axloq fazilati, yana ancha bak tilga ilinmayotgan onun aqartish iddisi, ma'rifatchilik iddisi, qimmat qarashlari, ijodiyat tajribalari, tadqiqotdagi har xil usullari, ilm ro'yi deganlarning hammasi bizning cho'nqurlab tadqiq qilishimizni kutadi. Bugun yana bir alayda xo'sh xabar va naq maydonda zalda o'tgan qarindoshlarımızdan mushu ayni vaqtda Ötkür efendininki hammaga mashhur bo'lgan iznomliq she'rini ixlos bilan mushu qumul xalqi kashtilab naq maydonda Ötkür efendininki oil tavobatlardan ayoli xalchamadimiz bugun naq maydon kelib o'ltadi. Oil tavobatlarga shuni taqdim qilmoqchi. Rahmat. Biz bugün söhbət üstülümüzün o'rin olgan Professor Azat Sultan, Arslan Abdullah Tahur, shundaqla Kerimjon Abdurahim qatorliq ziyolilarimiz bilan nihoyat ko'ngillik paranglashdik. Ötkür efendim temisi mangulik tema, jalbkor tema. Shundaqla kishini mahliya qildigan qimmatli tema. Biz Ötkür efendimning ilm suyar ruhini, shundaqla odimiylik qalbini bundan keyingi ishlarimizga nur va chiroq qilishimiz kerak. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.